Gazoblok ishlab chiqaraman deganlar uchun gazoblok uskunasi 1200 dollardan 100 ming dollargacha. Endi 1,5 ming dollarligini tanishtiradigan bo'lsam, ikkita qolipi, reskasi, arrasi, suyonkisi, garilkasi, mishalkasi. Gazoblokga mini varianti, mini mishalkasi 3 ta qolipi, manaqa suyonkisi bu 1200 dollardan boshlanadi. Agar manaqa penablokga narsalar ham qo'shiladigan bo'lsa, tomsuvoq 3 tasi birda bo'ladi. U komplekt 1,5 ming dollardan. Endi undan tashqari termotravertin uskunalari, termotravertinning o'zining mishalkasi, vibratsiya stoli, qoliplar 10 kvadrat qoliplar bu yerda 2 kun 3 kun yotoq joy hammasi ichida o'rgatib qo'yiladi. Termopanel deganlar uchun termopanel apparatlari. Penablok uskunasini bu yerda har xil assortimentlari bor. 40, 50, 20 komplekti 800 dollar joyida. Turbali komplekt 900 dollar joyida. Euro komplekt trendda bo'lgan. Bu komplektimizning narxi ham 800 dollar joydagi narxi. Legolik Euro komplektimiz 850 dollar. Belida 2 qatorlik profilli komplektimiz 730 dollar. Обычный komplektimiz 700 dollar. Vodiy bo'ylab 50 dollargacha qo'shiladi. Vodiydan uzoqroq bo'lsa 100 dollar qo'shiladi. Tomsuvoq apparati 250 dollar. Shu yerdan olib ketilishi dastavka 50 dollargacha qo'shiladi. Manaqa 10 taradigan bochkalar deysizmi, kolod uskunlar hammasi bor. Bemalol ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar.